Ozroq tobim yo'qligi uchun men bugun kasalxonaga keldim. Lekin qarangki, bemorlar juda ko'p. Menga navbat kelmayapti. Soat necha bo'ldi? Voy, allamahal bo'pti-ku. Qachon men doktorga ko'rinaman? Qachon uyga qaytaman? Voy, mengacha hali 5000 ta kasal bor ekan. Ulardan o'tib qachon men ko'rinaman? Nega help yordam deb baqiryapti u xonadagi bemorlar? Buning siri nimada ekan? Xo'p, men navbatda turdim aytgancha. Qachon menga navbat tegadi ekan bu? Bularning astidan. Hamshirani oldiga boraychi. Hamshira opa, qachon menga navbat berasiz? Men tezroq uyga qaytishim kerak edi. Navbatga tur. O'z navbating kelganda ko'rinasan. Yo'q, men navbatga turaman, lekin siz nimaga har bitta bemorni bosh og'riganni ham, tomoq og'riganni ham, quloq og'riganni ham 1 soatdan oshiq ko'ryapsiz? Har bitta bemor tez dorisini yozib berib ketkazib yuboring, bizga navbat tegsin. O'zingni navbating kelganda bilasan nima uchun buncha vaqt ushlab turganimizda. Tez navbatingga tur. Men navbatda turishdan qochayotganim yo'q, lekin g'alati-da, nimaga bunaqa axir? Mana bu yoqda ham bemorlaringiz hammasi yordam deb baqiryapti. Bu nimasi axir? Ishing bo'lmasin. Navbatingga tur. Do'stlar, ko'chada ham yomg'ir yog'yapti. Menda esa hali navbatim kelgani yo'q. Ammo menga g'alati tuyulayotgan narsa, mana bu yerda bemorlar nimaga yordam deb baqiryapti? Sizlar ham eshityapsizlarmi? Eshitib ko'ringlar. Yordam bering. Iltimos qo'ying. Meni qutqaringlar. Eshitdilaringmi? Bu ochib ko'raylikchi, bir eshikni. Ochilmayapti bu. Qulflanganmi? Ichkaridan qulflab qo'yilganmi? Nimaga bu? Bu ham g'alati, ham qo'rqinchli. Nima qilyapti ekan? Katta ukol bilan ukol qilyaptimi ekan bularga? Tishini sug'urib olyaptimi ekan? Nima qilyapti ekan? Bilmayapman. Xo'p, biz buni sirini topib tagiga yetishimiz kerak. Yo'llar yopilgan. Yo'limiz tepada ekan mana. Tepada ko'rsatib qo'yibdi, katta qilib strelka bilan shu yoqqa kir deb. Hop, bu nima? Dorilar ro'yxatimi, retseptmi? Olaylik kerak bo'ladi. Ana, bu kasalxonada ham biz sirni tagiga yetishimiz uchun to'siqlardan, tuzoqlardan, qopqonlardan o'tishimiz kerak bo'ladi. Ha, biz o'tamiz albatta hammasidan. Biz nima uchun bu bemorlar baqirayotganini bilishimiz kerak axir. Navbatim hali beri kelmaydi menga baribir. Bu aptechkalarni qaranglar. Havoda uchadigan aptechkalar, dorilar qutisi. Kimning uyida shunaqa dorilar turadigan qutisi bor? Aytinglar. Bizning uyda ham bor, lekin bunaqa qizil rangda, o'rtasida plus shakli yo'q. Shunchaki oyoq kiyimning korobkasiga dorilar taxlab solib qo'yibmiz. Har holda bir joyda tartib bilan turadi. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi mana buni ustiga sakrab chiqamiz. Keyingisi namuncha katta aptechka. Nahotki mana shu aptechkaning ichida turadigan katta ukol bilan ukol qilayotgan bo'lsa, boyaga yordam deb so'rab baqirayotgan bemorlarga. Pastga tushdik-ku. Hop. Mana aka, mana shuni ustida yotish kerak-da o'zi. Bu yerda ham hech kim yo'q. Mana strelka qilib ko'rsatib qo'yibdi. Biz mana bu qog'ozmi, bu dorimi, nima ekan bu? Shuni ustidan chiqib boramiz. Mana bittasida keyingisiga chiqdik. Endi undan keyingisiga chiqamiz. Ketdik. Go. Do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlardan bitta iltimosim mana shu. Shundoq like bosasizlar, obunani bosasizlar. Bo'ldi. 1 sekund, 2 sekund vaqtlaring ketadi. Lekin men uchun katta ish qilgan hisoblanasizlar. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Endi esa o'yinga qaytamiz. Xo'p, yo'limiz qayerda? Bu qand ekan-ku, bu qandmi bu? Qand bo'lsa kerak. Bular nima? Vannami? Vannani ichiga kirib ko'raymi? Shim bo'lib qoladi-ku. Voy, pastdagi zaharli ignalarmi? Elektr toklari chaqnab turibdimi bularda? Endi qanday o'taman? Anaka, kelyapti. Nasilka dermidi? Nima derdi shuni? Shuni ustiga chiqamiz, qarochi. Endi ketdik. Unda yonboshlar o'tib oldim. Malatsi, o'zimga malatsi. Men buni uddaladim. Men zo'rman. Qani ketdik. Bu aka, siz zo'rsiz deb kommentariyada yozib ketinglar. Xo'p, endi nima qilamiz? Mana buni bosaman. Bitta qarab o'zimga qaytaman. Ko'zlarimga qarab turib aytinglar-chi. Bu aka, siz zo'rsiz deb kommentariyada yozdilaringmi, yo'qmi? Vijdonan aytinglar. Yozmasang yozma.
Ketdim mana, o'zim o'ynayveraman, kommentariyangizdan. Ha, hazillashdim. Yozganlar uchun katta rahmat. Mana buni stulni olar ekanman, qatga qo'yar ekanman. Shu yoqqa. Drop deganim, drop qo'yish degan ekan. Endi tepasiga. Drop. Bo'ldi. Endi chiqaman ustiga. Oshib o'tdim mana, ko'rdilaringmi? Mana bu boshchi bor-ku, ishlatish uchun berilgan. Shu boshchi ishlatib turish kerak-da. Mana buni bu yoqqa olamiz. Mana bu yerga drop qilamiz. Yana bittasini olamiz. Voy, tushib ketdi. Olamiz. Drop qilamiz. Ana chiqib oldim. Oh no. Hamshira opa-ku, undan qochish kerak. Go. Mana buni bosaman va qochaman. Qochdim. Ana kelyapti hamshira opa. Tez qochishimiz kerak o'tdan. Qochib qoldim. Mana buni ustiga chiqdim. Ketdik. Yo'lda davom ettiramiz. Mana bu dokumentlar, qog'ozlarning ustidan yurib o'tyapman. Bu yerda esa qandaydir zaharli kislotali suyuqlik bor ekan. Nima u? Aravachilar o'z bilan o'z. Uy. Aravachilar havoda yuribdimi? Oh no. Yo'lim qayerda ekan meni? Safe. Hop, yuramiz. Izimdan aravachi kelib qoldi. Aravachi kelib qoldi izimdan. Izimdan aravachi kelib qoldi. O'tib oldim bu yoqqa. Aravachi o'tib ketsa, orqamdan o'tib ketdi. Izidan yuraman. Yaxshi, yana bitta bu yoqqa turib olaman. Aravachilar juda ko'p ekan. Hop. Bu qog'ozlar uchib yuribdi o'zi. Yaxshi. Mana bu yoqqa sakrab chiqar ekanman. Sakradim. Yana bitta dorilar yozilgan ro'yxat. Uni oldim. Bu kerak menga. Shuning uchun ham yo'limda chiqib turibdi. 10 ta ekan, hali ikkitasini yig'ibman endi. Go, tepaga chiqaman. Yana tepaga chiqaman, yana chiqaman. Bu qayoqqa ketyapman ekan o'zim? Yo'lni ham yaxshi. Tushib ketmasdan. O'tishim kerak edi. Shoshilmaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Hop, mana. Wow, arralarmi? Kasalxonada arra? Bu nima bu? O oyog'ini kesadiganlarni suyagini arralash uchunmi bu? Qo'rqinchli narsa aytdim-a. Hop, nimaga kerak bo'lmasam arra kasalxonada? Yog'och maydalamaydi-yu, suyagini kesadi, to'g'rimi? Astagfirullah. Hech kim suyagini kesishlikka to'g'ri kelmasin bu hayotda. Hop, mana bu yerda o'tib oldim. Keyingi batut, tushib ketaman. Batut. Mana batutdan o'tib oldim. Yaxshi, yo'limizni davom ettiramiz. Ketyapmiz. Pastdagi arraga qarasam, qo'rqib ketyapman boru. Yana kasalxona. O'zi kasalxonadan qo'rqaman. Men doktordan qo'rqaman, ukoldan qo'rqaman. Endi bu kasalxonada arra turibdi-da. O'zi bolaligimda qo'limni oyog'imni sindirganman. Doktor uni to'g'rilab bint o'raguncha juda ko'p og'ritganda baqirganman, yig'laganman. Voy, tushib ketdim. Qaytaram. Norsen, nega bunaqa bo'layapti? Buni ustiga sakrayman. Buni ustiga sakrashim kerak ekan. Pastga sakrayman. Yo'limiz mana shu yoqda ekan. Pastga sakra deyapti. Voy. Turban ustiga. Qanaqa qilib sakrashim kerak pastga? Turbaga tegmagan holda o'tishim kerak. Ha, bo'ldi. Tushundim. Mana o'tib oldim. Qaranglar. Mana shpris turibdi. Sakrab o'tib olar ekanmiz. Yana bitta shpris. Shprisni qaranglar. Bu jonni sug'urib oladigan shpris ekan bu. Wow, qaranglar. Shprisni. Ko'ryapsizlarmi? Bum, o'tib oldim. Shprisni qaranglar. O'tib oldim. Ketdik. Yo'lda davom ettiramiz. Xo'p.
Hop. Yana bitta bizda dorilar ro'yxati bor ekan. Bu suvda nimadir oqib kelyaptimi? Biz shunga minib o'tishimiz kerakmi? Nima ekan bu? Shaklini qaranglar. Sizlarga ham qanaqadir miyaga o'xshash narsa tuyulmayaptimi? Miyani shakliga o'xshar ekan. Miya nima qilsin bu yerda miya? Hop, yo'lda davom ettiramiz. Uy, nima qochib qoldi? Oh no. Endi kutaman men bu miyachani kutishim kerak bu yerda. Miya? Rostdan miyami bu? No. Yo'q. Bolalar, bu yerda katta shpresslar va miyaga o'xshagan narsalar suzib yuribdi. Bu g'alati lekin. Men qo'rqib boryapman. Qani boraylikchi, bizni nima kutar ekan u yoqda. Keyingisiga o'tdim mana. Keyingisiga o'tishim kerak, tezroq kela qol. Yo'q, bundan sakraman. Men bu yerga keladi, endi sakrayman. Hoppa, sakradim mana. Ketdik. Uy, shpressdan ehtiyot bo'lishim kerak. Hop. Mana bu yoqqa o'taman. Endi to'g'ri o'sha yoqqa. Tezroq. Mana o'tdim. Voy. Bular rostdan miyami? Qanaqa miya ekan bular? Haqiqiy nima bu? Men bu haqida o'ylashga ham qo'rqyapman boru. Boyagi hamshira opa ham boru, juda ham anaqa edi, nima deydi? Boyagi hamshira opa hamchi qo'rqinchliroq edi-da, g'alatiroq edi. Bunaqa qassoblarga o'xshaydi. Multfilmlardagi jallodlarni shunaqa tasvirlaydi-yu. Ketdik. Go, o'tamiz. Yana tushib ketmasdan oldin o'tib olish kerak. O'tib oldik mana. Ketdik. Keyingisiga o'tamiz. Yana arrami, lekin boya ko'rgan miyalarimni oldida bu arralar odamni qo'rqitmay qoldi. Bular. Go, o'tamiz. Bu knopkani bosishim kerakmi shunda? Ha, borib. Hop. Jinorsdan pastga tushib ketdik-ku. Keyingisiga. Buni bosishimiz kerak. Buni bosdik. Yo'limiz ochildi menimcha. Endi qaytishimiz kerak tezroq. Qaytish ham bir qiyin ekan. Mana o'zi o'tyapman bu yoqqa. Hop, buni ustiga sakrab chiqdik. Mana kravatlar. Voy. Bular havoda turibdimi? Yo'q, tushib ketdim. Hop. O'tib olaman. Bunisiga bu yoqqa mana chiqib oldik. Endi yo'limiz pastga ekan. Pastda nima bor? Uy. Pastda yovuz hamshira bor ekan. Tez undan pastga bittadan sakrab qochishim kerak bo'ladi. Hoppa, ketdik, qochamiz. Orqamdan quvib kelyapti u. Kelyapti. Orqamdan quvib kelyapti. Bu yoqqa kel, yaramas. Bu yoqqa kel, bemor. Yangi miya, bu yoqqa kel. Nima? U meni yangi miya deyaptimi? Next. Yo'lim, eshigim nega ochilmayapti? Bu? Buni ham bosishim kerak o'sha. Yo'q. Hozir tutib oladi. Oh my god, tutib oldi. Lekin men ikkita knopkani ham bosishga ulgurgan edim va eshigim ochilgan bo'lishi kerak. Men tezroq xonaga kirishim kerak. Next, tutib oldi. Men bittasini bosishga ulgurmay qoldim. Bosaman. Do'stlar, bu yovuz hamshira meni qo'limni kesib oldi. Endi men bir qo'lsiz yugurib yuribman. Men bu yerdan o'tishim kerak. Yana bitta knopka bor ekan. O knopkani ham bosishim kerak ekan. Tezroq aylanib bosmasam, bu hamshira meni qo'limni kesib oldi. Jin ursin. Qochaman tezroq. Eshik ochildimi?
Eshik ochildi, xayriyat. Mana kirib oldim. Kirishga kirdim. Endiki navbat pastgami? Nima? Voy, men suv ichidamanmi? Bu qanaqa suv? Voy, men miyani ichidaman. Men miya ichidaman. Do'stlar, mana bu o'rgimchakka o'xshagan narsalarga tegib ketmasligim kerak. Men miya ichidaman. Voy. Yo'q. Naqadar chirkanch va naqadar qiziqarli. Yo'q, tegib ketmayman. Tegmasdan o'tish kerak bo'ladi. Tegmasdan tegib ketdim-u. Hey do'stlar, men pastda yutqazib qo'ydim. Boyagi suvda ichida, miyalarning ichida suzib ketayotgandi, o'shanda men urilib ketdim-da. Lekin keyin qaytadan yana menga imkoniyat berilishi kerak edi. Lekin men bu yerda ham uchib yuradigan bo'lib qoldim. Qaranglar, hech pastga tushish iloji bo'lmayapti. Mana bu ko'rasizlarmi, patologgacha uchib ketyapman. Hozir men mana bu yerga kirishim kerak edi. Lekin ko'rib turibsizlar ahvolimni, tepada qotib qolganman. Qaranglar, respawn qilaman, ha? Mana, qaranglar, hozir mana shu yerda turibman-a, pastga tushishim kerak. Pastga tushib bo'lmayapti. Uchib ketyapman havoda. Uchib ketdim. Yana bitta. Endi qaranglar. Mana, men orqamga qarab ketdim. Mana bu yerda bu dev qomat hamshira meni quvib kelyapti. Oh no, hamshira meni quvib keldi. Hozir tutib oldi. Lekin mana men yana pastga tushishim kerak. Tusha olmayapman pastga, ko'ryapsizlarmi? Do'stlar, shuncha harakat qildim, men pastga tusha olmadim. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Boshqa zonalarni hali biz sirlarini fosh qilamiz birgalikda, xo'pmi? Ungacha esa ko'rishguncha xayr sizlarga.